Bemorimizdan kelgan savol: homilaning kichik muddatlarida qindan ultratovush tekshiruvi homilani tushib qolishiga olib keladimi? Qin orqali ultratovush tekshiruvi hech qachon homilani kichik muddatlarida agar tekshirilsa homilani tushishiga olib kelmaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Bachadon bo'yni, biz bilamizki, sheyka deymiz, bachadon bo'yni yopiq holatda bo'ladi va bu homilani tushishiga hech qanaqa ta'sir qilmaydi va biza kiritgan datchikimiz, o'sha UZI datchikimiz qinga kirib turadi va u bolaga hech qanaqa ta'sirini o'tkazmaydi. Ba'zida qorinni yog' qavati qalin bo'lgan homiladorlarimizda transabdominal deymiz, qorinni ustidan homilani tekshirganda homila yurak urishi yoki homilani muddati aniqlanmasligi mumkin yoki homila ko'rinmasligi mumkin. O'shaning uchun biza bunaqa holatlarda albatta qindan kirib ultratovush tekshiruvini o'tkazishimiz mumkin bo'ladi.